أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilarki, agar sizlardan birortangiz tahorat oladigan bo'lsa, burniga suv olib qoqib tashlasin. Agar istinjo qiladigan bo'lsa, tog'sorlik qilsin. Agar sizlardan biringiz uyqudan turadigan bo'lsa, qo'llarini idishga solishdan oldin 3 marta yuvib tashlasin dedilar. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan so'zlarining mazmunlariga qarasak, Rasulimiz bizga sollallohu alayhi vasallam tahorat oladigan bo'lsangiz, burningizni qoqib tashlang, suv olib qoqib tashlang deb buyurdi. Buni aynan Alloh taolo Qur'onda bizga tahoratni farz qilishlikda, yuzni yuvishlikda farz qildi. Burun ham yuzni a'zolaridan bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan burunga suv olib qoqib tashlashlikni ta'kidlab yana bir qator aytib o'tdilar. Yana bir boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar sizlardan birortangiz uyqudan turadigan bo'lsa, burniga suv olib 3 marta qoqib tashlasin deganlar. Bu nima uchun edi? Yana hadisda davomida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, shayton sizlarning burningizda tunaydi deganlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam burunga suv olib qoqib tashlashlikni yana bir qator bizga tushuntirib, ogoh qilib ketdilar. Ikkinchisida, agar hojatga kiradigan bo'lsangiz, istinjo qiladigan bo'lsangiz, istinjo degani kesak, tosh yoki qog'oz yoki latta bilan oldidan yoki orqadan chiqqan najasni tozalashligiga aytiladi. Tog'sorlik qilsin dedi. Ulamolar aytadi, eng kamida 3 marta, 5 marta, 7 marta, qachonki qalbi, ko'ngli xotirjam bo'lgunga qadar tozalashlikka aytganlar. Xoh u kesak bo'lsin, xoh tosh bo'lsin, xoh qog'oz bo'lsin, xoh latta bo'lsin yoki shunga o'xshagan buyumlar bo'lsin. Yana bir aytgan narsasi shu bo'ldiki, Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam, agar sizlar uyqudan turadigan bo'lsangiz, qo'lingizni 3 marta idishga solishdan oldin qo'lingizni 3 marta yuving deb ta'kidladilar. Bu endi tushunarli. Qo'limiz qayerda tunaganligini haqiqatan ham bilmaymiz. Qo'limizni yuvib boshqa ishlarni qilishligimiz kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini o'rganaylik, dinimizni o'rganaylik, yaqinlarimizga tarqataylik. Assalom